Hoca keldi. Hoca keldi. Hoca geldi. Videoya. Да, хорошо. Bittasi kalta tikib qo'yibdi. Ketyapmiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa mana masjidlarni ko'ryapmiz. Ketyapmiz. Madinaning masjidlarini ko'rgan kelyapmiz. Kekaylar. Kelib uzursiz chiqmasdan yani namoz o'qisa qabul bo'lmaydi. Uzursiz. O'shaning uchun bu kelgandan keyin hamma tanishib bo'lib, qonun qoidasi qo'yish kerak. O'shaning uchun sizlar to'plar. Hamma tanishadilar, ertaga xotirjam chiqasiz. Bo'lmasa ertaga hamma chiqish kerak desa, hozir hamma charchab uxlab qoladi, ertaga yo'qolib yuradi. Birinchi tanishuvimiz, birinchi joy. Tartibidan kirib, tartibidan chiqish kerak. Bu yerda kitobda o'qigan bo'lsangiz, siyrat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etgandan keyin kimni xalifa qilib saylaymiz degan rosa gaplar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhuni xalifa qilib saylab qo'ygan. Hammasi Hazrat Abu Bakr xalifa bo'ladi deb mana shu joyda bayat bergan. Bayat bergan. Mana shu joy bo'ladi. Mana. Ahdlashuv bo'lgan. saylash. Tarixni, siyratni bitta qarab o'qib chiqsangiz, Abdulloh odamlarni bitta eshitib chiqsangiz, bitta ko'rib olasizlar. Mana shu joyda bo'lgan ekan. Endi hozir sizlarga yana bitta narsani ko'rsataman. Zamzam suvi, toza zamzam bor, oddiy suv. O'shalarni sizlarga narsani o'ylayman. Aqlingizni chunki bilmaysiz. Hamma borib bitta bochka zamzam ekan deb ichasida ana suvni tikka turib ichib niyat qiladi. U suv bo'ladi. Niyat qilganingiz ketadi, niyatga qarab. U suv ketadi. U suv oddiy suv bo'ladi. Bu zamzam boshqa. Zamzamni alohida qo'yadi. Undan tashqari bochkalarga zamzam qo'yadi-yu. Siz olib turib bochkadan mana shu unga olasiz, kattaroqdan anaqaga olasizda, to'ldirib xonada ichaman deysiz. U harom bo'ladi. Buning haqqi bo'ladi. Bu Saudiya podshohisi, ulamolari shuni kelishdiki, zamzam suvini oladigan joydan bochkadan olmaydi. Ko'p o'zbeklar shuni qo'yadi. Nimaga bilmaydi-da. Birovning haqqiga xiyonat qilmasin deymiz. Hozir men indamasam, ertaga siz qiziqishda shunday kelasiz olib qo'yasiz. Birovda haqqini olib qo'yasiz. O'shaning uchun yoz tushuntirishim kerak. Boradigan joyda borasiz. Ko'chat olib, to'ldirib, zamzam suvi ichasiz. Keyin zamzamning issiqrog'i bor, muzdasi. Issig'i yaxshiroq bo'ladi. Muzdagi makni ketguncha o'shalarni ko'rsataman. Keyin namozga kelishni vaqt bo'lash kerak. Aralashtirib. Bo'lmaydi. Sovuq ichmay tomonga. Erta do'ygan yaxshi, nima desang yaxshi. Bunaqa icharish kerak. Yomon-da, olib bo'lsa. Qolganlarimiz ham qolib ketgan ekan.
Xo'p, endi bitta olamiz.